Ana haqqida lirika. Abdumijid Muhammad. Analar ulug', analar aziz. Analar vatanga o'xshash barcha kishilarning shafqat nigoridir. U mayli gadoy bo'lsin, mayli boy bo'lsin, mayli shah bo'lsin, mayli qul, mayli aziz bo'lsin, mayli xor, har makon, har zamonda o'z farzandining g'amini yeguchidir. Tog'larda, ham bog'larda, cho'llarda, ham shaharlarda. O'g'lim, qizim, navram, avram, avlodlarim deb ahuzar chekkichidir. Analar ulug', analar buyuk. Ular hayot vaqtida emas, hatto vafotidan keyin uzun zamonlargacha farzand tilida yodlanadigan, har go'zal minutlarda aslanadigan, asdan chiqmas hikoyatlari, allay naqshlar bilan navrdan navriga, avrdan avriga yetib boradigan bir afsonadir. Har bir bolaning, har bir navrining, hatto har bir avrining tiniqcha mushkulotlarda ana, cho'ng ana, ulug' ana, momo deb talpinadigan muqaddas qiblagohidir. Analar ulug', analar muqaddas. Shu sababdan ana bo'ladigan har bir qiz, har bir narisida, har bir ayol ham otalarning ko'zida poklik elchisi, ham akalarning nazarida shafqat hamshirisi, hatto ufqi inalarning nazarida barcha g'imini oson qiluvchi bir farishta, joniga jon qatquchi ikkinchi ana, go'har angushtardir. U kelinim deb chaqirg'uchiga kapolat, ocha deb nido qilg'uchiga umid, singlim deb xitob qilg'uchiga ishonch, yanga deb to'lg'uchiga g'urur, do'stim deb chaqirg'uchiga siru fikri, hamshira deb chaqirg'uchiga hayotlik, muallima deb chaqirg'uchiga ilm ma'rifat, shoira deb talpingichiga his hayajon, nigor deb talpingichiga sevgi muhabbat, go'zal oila va pok nasab ato qilg'uchidir. Ana shundoq bir go'hardirki, farzand otasiz cho'ng bo'lar, ammo hech qachon onasiz cho'ng bo'lmas. Uni xo'rlashga, dastlab chaylashga, xor va zabun aylashga zinhor ijozat berilmas. Hatto shu ona shunchalik zaif, shunchalik ojiz, shunchalik nomrod va shunchalik nopok bo'lgan taqdirdimi? Analar ulug'. Yalg'iz 12 maydili emas. Yalg'iz may oyining 2 yakshanbasida emas. Har kuni, har soat, har minut, har daqiqalarda takror bayram tantanasi qilgudek. Eg'izga liq to'shqizib turib, o'ng qo'l bilan ko'ksimizni ching besib turib, chunqur nafas va tashakkur yoshlarimiz bilan ana, bayramingga muborak bo'lsin. Bilib bilmay qalbingni ranjitgan bo'lsam, oldingda tizlanib turib, mehrli qo'llaringni so'yib turib, ko'zlaringga tikilib turib, ana, seni yaxshi ko'raman, sensiz yashay olmayman deyilmagan bo'lsam, shular uchun bugun sendan afv so'rayman. Kechir ana, kechir. 2019-yillik bayramingning barliq sovg'atlari mendan bo'lsin deyligidek.